Barchaga salom. Bugun sizlar bilan 2026-yilda yangi smartfon, ya'ni Oppo Reno 15 X seriyasini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Oppo Reno 15 5G ushbu smartfonga ko'proq qulaylikka e'tibor qaratilgan. Keling, uni sразу распаковка qilamiz. Oppo Reno 15 5G ko'proq kameraga e'tibor qaratilgan smartfon va ayniqsa selfie ishqibozlari uchun ideal tanlov. 659 dyumli 120 Hz AMOLED displeyli tasvirni juda ravon ko'rsatadi va hatto to'g'ridan-to'g'ri quyosh ostida ham tiniqlikni yo'qotmaydi. Protsessori Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB operativ xotira va yana 12 GB kengaytirish imkoniyati. 512 GB ichki xotira bilan telefon juda tez ishlaydi. megapikselli old kamera va 50 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli ultra keng kamera va 8 megapikselli makro modul. 80 wattli super RUG tezkor quvvatlash texnologiyasi katta batareyani juda qisqa vaqtda to'ldiradi. 6500 mAh batareya 1 sutkadan ortiq ishlash imkoniyatini beradi. Korpusi suv va changdan himoyalangan. Xullas, uzoq vaqt ishlaydigan kuchli kamerali va yorqin ekranli smartfon qidirayotgan bo'lsangiz, Oppo Reno 15 5G aynan siz uchun.